Uy qidirib yurgan bo'lsangiz, mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Mana shu uy sizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. 3 xonali uyimizni sotuvga chiqardik. Mana bu mehmonxonada turibmiz. Bu yerda balkoni ham bor. Uyimizni holatiga bitta baho berasizlar. Uyimiz faqat mebellarisiz pustoy holatda sotiladi. Bu yerda podyezddan kirish eshigimiz, o'ng qo'limizda bitta mana yotoqxona. Mana bu yerda koridor. Bu o'ng qo'limizda ikkinchi yotoqxonamiz, mana kattalar uchun mo'ljallangan. Faqat mana shu lyustralar qolishi mumkin. Qolgan narsalar ketadi. Bu yerda oshxona mebelimiz ham qoladi. Bu yerda yuvinish xonasi joylashgan. Bu yerda bo'lsa hojatxona. Mana endi oshxonaga bitta baho berasizlar. Juda ham fayzli, yaxshi xonadon ekan. Uy egalariga pul kerak bo'lgani uchun sotishyapti o'rtoqlar. Mana shu oshxona mebellarimiz qoladi. Bu uyimiz 3 xonali 72 kvadrat umumiy maydoni, 16 qavatli binoni 11-qavatda joylashgan Novostroyka domimiz. Hozir endi hovlilar bilan tanishtiraman. Narxlarini ham oxirida aytib o'tib ketaman. Mana o'rtoqlar, mahallaga bitta baho berasizlar. Mana shunaqa 16 qavatli binoni 11-qavatda joylashgan uyimiz. Stadionlarni ko'ryapsizlar, bolalar o'ynaydigan maydonchalari, hamma sharoitlari bor o'rtoqlar. Narxi keladigan bo'lsa 65 ming so'rovimiz 72 kvadratli uyimizga o'rtoqlar. Telefon nomeri videoning tagida bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Lokatsiyasi Sergeli tumani, Sputnik 16A da joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Uy qidirib yurgan tanishlarga mana shu videoni jo'natib qo'yinglar.